Hi everyone, welcome to our Language Training Center video classroom, and today we will learn lesson 51, a pleasant climate. Sağollaşlı yaxshimizlar. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz 51, a pleasant climate. Anda sağollaşlı mas'ulga bir javob berib olinglar. So, how many seasons are there in a year? So, how many seasons? Okay. Anda sizlardan sağollaşlı bir yilda qancha fasl bor? Qaranglar, do'stga ekran qarasanglar, hamshar resimdagi asosan bir deb beringlar. So, how many seasons are there in a year? Okay. Maybe, these photos may help you, right? So, how many? Maybe 1, 2, 3, 4? Okay. In Kashgar, there are 4 seasons in a year. And the Kashgar qana desanglar, bir yilda qancha fasl bor desanglar, 4 fasl bor. Demak, you can say there are 4 seasons in a year. And the bir yilda qancha fasl? 4 fasl bor. So, which seasons are they? Anaqda deb beringlar. Shu fasl qaysi fasllar? Qaysilari? Okay, look. Answer men birinchi qarasanglar, buningda rasmda xatmi bor ekan. Which one? It's spring. Good. It is spring. Spring. Good. Spring deganimiz aytyapsiz. Bu nima? Sanlar shu bahor fasli, nima? Bahor faslini biz odatda nima deymiz? Spring. Okay, what about next one? Okay, next one is summer. Qarasanglar, dengiz bo'yi shunami? Daraxtlar issiq. Bu faslni nima deymiz? Summer. Ba'zida qanday desanglar, bu summerni o'zidan ism qo'yadi ko'pincha qizlar. Summer deganimiz nima? Qarasanglar, yoz. Spring at yoz. And the next one is autumn. And autumn yoki autumn deb qo'ysak bo'lmaydi-ku. Keyindagi en qanday qilmaydi, talaffuz qilmaydi. Bu nima? Autumn. Autumn kuz fasli. Oltin kuz deb qo'yamiz-ku. Kuz fasli. Last one is winter. Okay. Ne hozir vaqt desanglar, qish fasli, shunami? Qishni biz nima deymiz? Winter. Demak, hamda bir yilda spring, summer, autumn, and winter. So, which months are there in each year? Albatta bu shu fasllarda qaysi oylar bor? Sanab boqamizlar. Uyg'urcha o'xshab qoladi, inglizchaninki. Balkim yanalda kitob bo'lsa, birlikda sanab boqsak, albatta spring. Okay, spring, it starts with March. Okay, Mart deymiz-ku. 8-Mart ayollar bayrami. Demak, hamda bu inglizcha nima? March. Hamda oylarni yozganda diqqat qiladigan yana bir nuqta, bosh harfini qanaqa qilamiz desanglar, cho'ng yozamiz. March, April, Uyg'urcha deymiz, April deymiz-ku. Amniyat inglizcha o'lchamda tarafiz April. Good. April and May. Okay. Demak, hamda spring tava bo'lgan oylardan months. And months then mesela March, April, and May. What about summer? Okay, summer starts with June, July, August. Yaxshi. June, July, and August. And that August, nima? And that. What about autumn? Autumn starts with September. Okay, September, October, and November. September, October, and November. And winter, January, February, and March. Okay. Actually, sometimes it includes December, right? Onun istirgan qish faslidan nimani o'z ichiga oldirsan? December. Okay, December degan nechinchi oy? 12-chi oy. 12-chi oy. Demak, hamda bu oylarni boshdan bir sanab baqilgan bo'lsak, nima desanglar? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December.
demek hem de şu 12 ay. Hoş andaqda. Şu 12 ay dedik şunu ama mesela aylar bilen kunlarni birlikte o'qigan vaqtda qanday o'qiymiz? Adada bu o'qishning qoidasi qanday bo'lar esanlar? Mesela chislani o'qiganda, chislar degan nima deymiz? Esanlar date deymiz, o date degan yo'q qilishlar emas. Chislar demaymiz. What date is it? So what date is it? Endi bu yerga date'da hamda o'qiganda qanday qilmaymiz esanlar? Avval aylarni deymiz, undan keyin endi chislarni deymiz. Endi bu chislarni deganda, bu chislarga nima desanlar, ama o daraja sonligi dedi. Masalan, 1-chi, 2-chi, manchinchi oyning 1-chisi, 2-chi kuni, 3-chi kuni, 4-chi kuni deganda. Masalan, misol qilaylik, amma 1-chisida 2016-yili 1-chi oyning 1-chi kuni, shunami? Endi 1-chi oyning 1-chi kuni degan nima deymiz desanlar, avval oyni deymiz, Oy nima desanlar 1-chi oy deganda January. Okay, January. Shunama, onun lekin kun. Kun deganda masalan 1 deb qo'ysak bo'lmaydi. January 1 desek bo'lmaydi buni. Buni nima deymiz desanlar, demakchi yanvarninki birinchisi yoki shu birinchi kuni deganda bildirish kerak. Undaqda birinchi deganda biz oldingi darslarimizda masalan sonlarni o'rgangandan keyin biz daraja sonlarni o'rgangan. Masalan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi deb. Bularmi buning eng muhim narsa, mush 1-chisidan 3-chisiga asli olsa qog'ayaga nima desanlar th deganda qetdan qo'ysak qanday desanlar darajasini bildirir. Alaylik. Masalan first, okay, ma first o'rganib bo'lgan nima? First degan birinchi degan gap. Ikkinchi deganicha second. Second power, shu second bilan o'xshash, ikkinchi degan nima deymiz? Second. Uchinchi deganicha third. Okay, third. Demak, mana uchasi bir qadar qiyin. Nima? First, second, third. Endi xo'sh, endi to'rtinchisi qalqa. To'rtinchisi deganicha fourth. Nima? Oxirgi tishni. Mana tilimizning ishlaydigan tovush nima? Fourth, fifth, sixth, eighth, no, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Anda diqqat qilamiz. Endi mana 21 deganda nima? 21st. Yaxshi. 21-si shuna 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 28th, no, 27th, 28th, 29th, 30. And birinchi deganicha 31st. 31st. Demak birinchi first, ikkinchi second, uchinchi third. Aytaqchi. Aniqda birinchi oyning birinchi nima? Oy, and then that is it. January 1st. Aytaqchi. January 1st. Ana first ni yozganda qisqartib qana desang, 1 1 degan raqamni yozib, keyingi asti-ni qattiq. Shunami? Shu first ni keyingi asti shu. Andaqda. Ikkinchi oyning masalan ikkinchi oyning 14. Ikkinchi oyning 14. What is that? It's a Valentine's Day. Shunami? Mushu mashq bayrami. Shunami? Valentine's Day. Okay, it's January 14th. Good. Sorry, not January. It's a February, right? It's February 14th. It is February 14th. So what about next? And the calendar qarab baqsaq bu nechinchi oyning ekan? 3-chi oyning 12-si. 3-chi oyning 12-si degan nima is March 12th. March 12th. All right. Endi ma 4-chi oyga qarasaq nima desanglar? 4-chi oyning 1-i. 4-chi oy degani April, 1 degani first, April 1st. You know, it's April Fool's Day. Endi nima? Ahmaqlar bayrami, aldamchilar bayrami shunami? April Fool's Day. Good. You can say April Fool's Day. What about next one? Next one is May 1st. May 1st. A Workers' Day shunami? Emgakchilar bayrami. And June
June 1st. It's a Children's Day. Hamda bu nima desang 6-oyning biri bolalarning bayrami. Tushunami? June 1st. And next one is July 4th. Okay, July 7-oy. 7-oyning 4-i qanday desanglar Independence Day. Bu Amerikaniki mustaqillik kuni hisoblasizlar. Shunga men iPhone'da ta'til qaraysim bo'lg'achqa, bu 7-oyning 4-i desang nima deb chiqar ekan? Independence Day. Ondan keyin ingliz tilini o'rganishning yana bir yaxshi usul nima desang, o'z anglashayotgan masalan har xil elektr uskuna deymiz, asbob deymiz, telefon, kompyuter. Shularni ingliz tanishib qo'ysanglar, hamon bilmaganni cho'qim lug'at aqtirsiz shunami? Bu men time yaxshi bo'lgan bir nima ingliz o'rganish usuli. Qarasanglar masalan mana tegir calendar deb turdi. Bu calendarni kalendar degan gap shu. O'lchami talaffuzini o'rgansanglar bo'ldi, nima? Calendar. Okay, demak kalendar degan gap shu. Mesela günlük durmuş, günlük görüp doğan diye gana, işte kastı kaldı. Okay, that one is July 4th, right? Okay, I'm the King's show. 8-oyning biri. Nima? August 1st. August 1st. And what about next date? It was 5th, right? It's September 5th. Okay, September 5th.